need a weapon. Farzandingiz shunaqa bekorchi narsalarga vaqt sarflashidan charchadingizmi? Unda sensorik o'quv markazi bu borada sizga yaqindan yordam beradi. Bizda kompyuter savodxonligi, dasturlash, front-end, back-end, 3D modellashtirish kurslari mavjud. Darslar ertalabki 8:30 dan kechki 22:00 gacha davom etadi. Siz farzandingizni bo'sh vaqtiga qarab ro'yxatdan o'tkazishingiz mumkin. Farzandingiz bo'sh vaqtini behuda sarflamasligi uchun bizda coworking xizmati mavjud. Ya'ni farzandingiz xohlagan paytida kelib o'z vazifalarini bajarishi mumkin. Bundan tashqari, agar farzandingiz xalqaro IT sertifikatini qo'lga kiritsa, to'lagan pulingizning 50% qaytarib beriladi. Hurmatli ota-onalar, unutmang, eng yaxshi sarmoya farzandingiz bilimi uchun sarflangan sarmoyadir.